Assalomu alaykum. Bugungi ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu ekvipotensial sirtlar. Xo'p, buni qisqacharoq ko'rib o'tamiz. Katta hisoblash kerak bo'lgan formullar yo'q. Lekin nazariyat tushunib olishimiz kerak. Ekvipotensial sirtlar deganda qanday sirtlarni tushunishimiz kerak ekanligini. Xo'p, qisqacharoq videoda ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Ekvipotensial sirtlar bu elektr maydonining qanday elektr maydonligidan qat'iy nazar bu bir jinsli elektr maydon bo'lishi mumkin, zaryadlangan sferani elektr maydoni bo'lishi mumkin yoki bir nuqtaviy zaryadning elektr maydoni bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Qanday elektr maydon bo'lishidan qat'iy nazar potensiallari teng bo'lgan nuqtalarning yig'indisi ekvipotensial sirt deyilar ekan. Birinchi navbatda bir jinsli elektr maydonda ko'rib o'tamiz. Maydon kuchlanganligi mana shunday yo'nalgan bo'lsin, misol uchun. Maydon kuchlanganligi Y ga teng, bir jinsli. Xo'p. Endi mana shu nuqtalarning potensiali aynan bir xil, F 1 ga teng deylik. Bu nuqtaniki F 2 ga teng. Mana bu nuqtalarniki qandaydir F 3. Bir-biridan F 1, F 2, F 3lar aynan bir xil emas, bir-biridan farq qiladi. Lekin bu nuqtaniki va mana bu nuqtaniki aynan bir xil. Bu nuqtaniki ham shu elektr maydon kuchlanganligiga perpendikulyar joylashgan mana shu chiziqning umumiy 3D o'lchamda qaraydigan bo'lsak, mana shu sirtning potensiali bir xil. Mana shu nuqta ekvipotensial sirt deyiladi. Bu ham aynan ekvipotensial sirt. Potensiallar aynan bir xil bo'lgan nuqtalar. F1 va F2 bir-biridan farq qiladi, lekin F1 ni to'g'rayda mana bu hozir nuqta qo'yayotgan joylarning hammasini potensiali bir xil. Demak, shu nuqta ekvipotensial sirt. Bunga o'xshash ekvipotensial sirtlar soni cheksiz marta ko'p. Demak, potensiali bir xil bo'lgan nuqtalar ekvipotensial sirtlar deyilar ekan. Hozir biz shunchaki bir jinsli elektr maydonda ko'rib o'tdik. Endi zaryadlangan sfera bo'lsa, uning ekvipotensial sirti qanday ko'rinishda bo'lar ekan? Xo'p, zaryadlangan sferada ko'ramiz. Mana shunday sfera, bunga qandaydir quv miqdorda zaryad berilgan. Bilamizki, elektr maydon kuchlanganligi musbat zaryad deb qarasak, zaryaddan chiquvchi. Xo'p, mana shu yo'l, mana shunga o'xshash. Xo'sh, mayli shunaqa bo'la qolsin. Xullas, umuman olganda mana shunga o'xshash sferadan chiquvchi. Endi buni ekvipotensial sirtlari potensiali bir xil bo'lgan nuqtalar. O'tgan mavzuda zaryadlangan sferaning maydon potensialini topish formulasini ko'rsatib o'tgan edim. F barobar K ko'paytirilgan Q taqsim R. R deganda biz qaysi nuqtani potensialini kuzatayotgan bo'lsak, mana shu sfera markazidan shu nuqtagacha bo'lgan masofa R. Demak, sferaning zaryadi Q ga teng deb qarab, hamma nuqta uchun aynan mana shu sferaning zaryadi va K doimiy kattalik bo'lganligi uchun sferaning potensialini faqat mana bu radiusga qarab tushunib ko'rar ekanmiz. Xo'p, bog'lanishini radiusga qarab aytishimiz mumkin. Demak, mana shu radius masofa bir xil bo'lgan nuqtalar, demak, ekvipotensial sirt hisoblanar ekan. Demak, mana shu nuqtalar ekvipotensial sirtlar. Bu nuqtalar ham ekvipotensial sirt ekan. Xo'p. Demak, biz sferani ekvipotensial sirtini ko'rdik. Bir jinsli elektr maydoni ekvipotensial sirtini ko'rdik. Endi nuqtaviy zaryadni ko'raylik. Mana shu qandaydir nuqtaviy zaryad. Buni atrofida ham aynan sferaniki, zaryadlangan sferanikiga o'xshash bo'lgan
ekvipotensial sirtlar mavjud. Musbat zaryad bo'lsin mayli, yoki manfiy bo'lsa ham umuman farqi yo'q. Xuddi mana shu ko'rinishdagi ekvipotensial sirtlari bor. Ekvipotensial sirt degani demak potensiallari bir xil bo'lgan nuqtalar. Endi o'zi umuman olganda bizga ekvipotensial sirtlar nima uchun kerak deydigan bo'lsak, biz bilamizki, maydon potensiali deganda demak biror bir biz o'rganayotgan elektr maydonining potensiali shu maydonning energetik xarakteristikasi, ya'ni energiya jihatdan qanchalik kuchli yoki kuchsiz ekanligini ko'rsatib beradigan parametr hisoblanadi potensial. Shunday ekan biz bu mana shu elektr maydonda biror zaryadni ko'chirishda bajarilgan ishni hisoblash uchun potensiallar farqidan foydalanar edik. Misol uchun mana bu yerda bajarilgan ish A1, ya'ni bitta qandaydir quv miqdoridagi zaryadni mana shu yerdan bu yoqqa ko'chirmoqchimiz. F1 minus F2 ga. Shu vaqtda bajarilgan A1 ish quv ko'paytirilgan F1 minus F2 ko'rinishida topar edik. Demak, bajarilgan ish biz tekshirib ko'rayotgan zaryad miqdoriga va o'sha tekshirgan birinchi va oxirgi nuqtalarning potensialining farqiga bog'liq ekan. Ekvipotensial sirt bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda turgan zaryadni mana bu yerga ko'chirib o'tkazsak, qanday yo'l bilan o'tkazishimiz farqi yo'q. O'tkazganimizda mana bu F1, bu ham F1 bo'lib qoladi. A bajarilgan ishni hisoblasak, quv ko'paytirilgan F1 minus F1 bo'lib qoladi. Bu degani 0 joule. Biz shunday xulosaga kelamizki, biror zaryadni ekvipotensial sirt bo'ylab ko'chiradigan bo'lsak, bajarilgan ish 0 ga teng bo'lar ekan. Biz hech qanday ish bajarmas ekanmiz. Endi bu shart boshqa ekvipotensial sirtlar uchun, ya'ni sferaning ekvipotensial sirti, zaryadlangan nuqtaviy zaryadning atrofidagi ekvipotensial sirtlar hammasi uchun o'rinli. Biror bir zaryadni ekvipotensial sirt bo'ylab ko'chirganimizda bajarilgan ish 0 ga teng bo'lar ekan. Misol uchun mana shu yerga qandaydir quv miqdoridagi zaryadni qo'yamiz va buni xohlasak mana bu yo'nalishda farqi yo'q. Mana shu yerga olib keladigan bo'lsak, hech qanday ish bajarmas ekanmiz. Mana bu nuqtalar to'plamini qandaydir F1 potensial, buni F2 potensial deb qarasak, dastlabki holati A nuqta desak, A nuqtadagi potensiali ham F1 edi. Mana bu B nuqtaga kelgandan keyin ham potensiali F1. Shuning uchun bajarilgan ishni hisoblasak, quv ko'paytirilgan F1 minus F1 va natijada 0 bo'lib qoladi. Agarda mana bu yerda turgan biror bir zaryadni bu yo'nalishda ko'chirib bu yoqqa o'tkazsak, yana shu quv zaryad potensiali F2, mana bu yoqda yozganmiz. Bajarilgan ishni topayotgan vaqt A barobar quv ko'paytirilgan F1 minus F2 ko'rinishida ifodalanadi. Biz ekvipotensial sirt umuman olganda potensial bo'ylab ko'chirganimizda biror bir elektr maydonining biror bir nuqtasidan boshqa bir potensialli nuqtasiga ko'chirganimizda uning trayektoriyasi umuman muhim emas. Shunchaki bizga boshlang'ich va oxirgi nuqtalarning potensiali qanday qiymatga ega ekanligi eng muhim rol o'ynaydi. Trayektoriyasini qaysi shaklda ekanligi umuman farqi yo'q. Bu boyagiga o'xshaydi. Biz mexanika bo'limidan bilamiz-ku. Masalan, yer sirtidan qandaydir h balandlikda turgan sharcha, massasi m bo'lsin. Bu sharcha yer sirtiga tushadigan bo'lsa yoki mana bu yer sirtida turgan edi, qandaydir balandlikka ko'tardik. Ko'targanimizda bajargan ishimiz A barobar mgh bo'lardi. Mana shu balandliklar farqiga teng bo'lardi. Dastlab yer sirtida, keyin qanday balandlikka ko'tarildi. Shu balandlik muhim. Buni mana bu yoqqa olib borib, keyin bu yoqqa olib boramizmi yoki bunday qiyalatib olib boramizmi yo bu yoqqa olib borib, kimdoq aylantirib olib kelamizmi? Umuman farqi yo'q.
hamma holatda bir xil ish bajariladi. mg h ga teng bo'lgan ish bajariladi. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshash. O'tgan mavzuda ham aynan yer atrofidagi gravitatsion maydon bilan zaryad atrofidagi elektr maydonni o'zaro o'xshash ekanligini ko'rib chiqqan edik. Bu yerda ham o'xshashlik bor. Demak, biror bir massali jismni gravitatsion maydonda ko'chirganimizda ikkala holatdagi balandliklar farqiga bog'liq, trayektoriyasiga bog'liq emas bajarilgan ish. Bu yerda ham xuddi shunday. Bajarilgan ishimiz trayektoriyaga bog'liq emas, faqat potensiallar farqiga bog'liq ekan. Xo'p, endi potensialni bildik va bu maydonni xarakterlaydigan eng asosiy kattaliklardan elektr maydon kuchlanganlik va potensial orasidagi bog'lanishni ko'rib o'taylik. Xo'p, kuchlanganlik Y ga teng bo'lsa, mana bu Y bo'lsa, mana yozib ham qo'yganman. Xo'p, mana Y ga teng. Endi mana shu Y ga teng bo'lgan kuchlanganlikda qanday kuch ta'sir qiladi? F barobar Q Y. Bu formulani aytib o'tgan edim. Demak, zaryadni kuchlanganlikka ko'paytirsak, bu zaryadga ta'sir etadigan kuchning miqdori kelib chiqadi. Endi bajarilgan ishni yozamiz. A barobar mana shu ikkita potensiallar orasidagi masofa D ga teng bo'lsa, bajarilgan ish F ko'paytirilgan D. F ni o'rniga qo'yamiz Q, Y va D. Demak, mana bu ikkala formuladan foydalanamiz. Bajarilgan ishlarning ifodasi. Demak, Q ko'paytirilgan F1 minus F2 teng bo'lar ekan Q ko'paytirilgan Y ko'paytirilgan D ga. Zaryad miqdorlari qisqarib ketsa, kuchlanganlik teng ekan F1 minus F2 taqsim D degan ko'rinishga kelib qolar ekan. Demak, potensiallar farqini, ikkita nuqtaning potensiallar farqini shu ekvipotensial sirtlar orasidagi masofaga bo'ladigan bo'lsak, demak, kuchlanganlik miqdori kelib chiqar ekan. Bu yerda esdan chiqarmasligimiz kerak, bu bir jinsli elektr maydon uchun. Bir jinsli elektr maydonning esa hamma nuqtasida kuchlanganlik bir xil. Shu sababli mana shu formuladan bemalol foydalanaverishimiz mumkin. Endi mana bunga o'xshash sferaning elektr maydon kuchlanganligi esa bilardikki biz K ko'paytirilgan Q sferaning zaryadini o'sha qaysi nuqtani ko'rayotgan bo'lsak, shu masofaga masofaning kvadratiga teskari proporsional. Y barobar K Q taqsim R kvadrat. Agarda biror nuqtasini potensiali berilgan bo'lsa, K Q taqsim R. Bu potensial. Demak, mana shu potensialni qaysi nuqtani, mana shu nuqtani ko'rmoqchimizmi? Demak, shu nuqtani potensialini topish berilgan bo'lsa, masalan, F2 deb berilgan, kuchlanganligini toping dedi shu nuqtadagi. Demak, Y2 ni topmoqchi bo'lsak, shu F2 ni R ga bo'lib qo'yar ekanmiz. R deganda mana bu masofa. Shuni bo'lib qo'yadigan bo'lsak, demak, bu zaryadlangan sfera atrofidagi maydon kuchlanganligini va potensial orasidagi bog'lanish mana shunday ko'rinishni olar ekan. Bular ham asosiy formulalar deyishimiz mumkin. Asosiy qoidadan, mazmundan kelib chiqqan holatda eslab qolish kerak. Aynan bir xususiy hol sifatida yodlab yurishni tavsiya qilmayman. Mana bu formula muhim bizga. Demak, zaryadlangan sfera atrofidagi elektr maydon kuchlanganligini topish formulasi. Bajarilgan ishlarni qiymatini aytib o'tdim mana. Mana bu ko'rinishga ega. Mana bu yoqda ham yozganman. Bizni oddiy gravitatsiya maydonida esa mana bunga teng bo'ladi. O'xshashlik bor ekan. Xo'p, asosiy aytib o'tadigan narsalar shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Video darslar Amirov Sarvar tomonidan tayyorlanmoqda.